Xitoyda har bir hozirga qadar maktab va hukumat organlarida Uyg'urcha so'zlashni har xil namozdlar cheklab kelgan bo'lsa-mu, bu cheklimani oila a'zolari orasida ijro qilishga muvaffaq bo'lolmagan. Yaqin bir qancha oydan beri radiomizga inkaslarda doiralarning mahbuslarni ekranda oilasi bilan ko'rishtirganda Xitoycha so'zlayotganligi va ba'zilarini Xitoycha ta'zim qildiganligi fosh qilindi. Növbet Avrupa'da yaşayotgan bir muhacirning bayon qilishicha, uning Sanji turmisidagi qarindoshlari Aqsu'dagi urug' tuqqanlari bilan yaqinda ekranda ko'rishtirilgan. Qaynacham, qaynsinlimni shu televizordagi o'sha nimada ko'rishtirdik. Alloh xazichiga qildi. Shu Matishandikilar Uyg'urchaga qilaveribdi. Ishkisi ichida shu xazichiga qilishga majbur bo'lib qoldi. Gerçi mazkur mahbuslar Xitoy tili saviyasi intayin tuvan holatda bo'lsa-mu, ekrandagi tuqqanlarga Xitoy tilida gap qilgan. Xitoycha gap qilganlar, Xitoycha gap qilganlar amalsiz so'zlayotgandekmi yoki haqiqatan Xitoycha yaxshi bo'lib ketib so'zlayotgandekmi? Maktab tuziq o'qimagan o'qimaydi. Shu aram degandek turdi. Ularcha maktabda o'qib, ishlab qolgan bo'lgandan keyin qachon qiynalmay so'zlagan o'xshaydi. Ammo uninki so'zdan Xitoychani o'rganib ketganligi uchun emas, u yerda shu bir amalsizlikdan shuni so'zlayotganligini bildingiz degan gap, ovozda gapirdi. Shundaqmi? Hamda shuni yaxshi emas bilmaydi bek. Növbet Türkiye'de yaşayotgan yana bir muhacirning inkos qilishicha, uning Urumchidagi bir turmada jazo muddatini o'tayotgan bir jiyanimi onasi va momisiga Xitoycha gap qilgan. Ko'rishtirdigan necha oyda bir qatim bir ko'rishtirdigan 3 minut ko'rishtirdigan 2 minut necha sekund. Shu jarayonda ota-onasi bilan Xitoycha ko'rishtirdigan, Xitoycha gaplashtirdigan, Uyg'urcha gaplashmaydi ekan. Xitoychani faqatli bilmaydigan momisi urug' tuqqanlardan birining tarjimonlik qilish bilan navrisining so'zlarini tushungan. Opam bir qatim bilib beribdikan, shu bir qatimlik ko'rishdi. Boshqalardan anglashimizcha, bizning paranglashimiz bu to'g'risida mumkin emas-ku. Opam shu yerda shunchalik bearam bo'lib ketibdi. Shunchalik bearam bo'lib ketibdi. Kelinimiz shu yerda yiqilib boshidan ketibdi. Uning yana inkos qilishicha, jiyani ekrandagi so'zning oxirida beshni yaga egib turib, urug' tuqqanlarga Xitoycha salom bergan. Shu Xitoycha paranglashib, undan keyin kirib ketadigan, kirib ketib qolgan vaqtida kaynachilab mengib, Xitoycha ta'zim qilib kirib ketadigan. U yana atrofdagi soqchilarga beshini yaga egib turib, o'zining oilasi bilan ko'rishtirganiga minnatdorligini bildirgan. Ham paranglashtig'ini chiqqan Xitoy soqchilarga Xitoycha ta'zim berib, ota-onam bilan paranglash ko'rishtirdim degandek bir ifoda bilan ularga shunday Xitoycha ta'zim qilib kirib ketadigan. Germaniya Göttingen Universiteti Türkologiya va Markaziy Osiyoshunaslik bo'limining o'qituvchisi Tahir Mutallib Qayri 2018-yili xalqaro axborotlarda bayonot berish qatorlar bir qator faoliyatlar natijasida tutqundagi dadisi Mutallib Sidiq Qayri bilan telefonda ko'rish fursatiga ega bo'lgan. 2019 yanvarida dadam bilan faqat bir qatim 3 yanvar 2 kuni kurashtirildi. U shu chog'dagi dadisining ruhiy kayfiyati bilan yuqorqi mahbuslarning ahvolini selishtirib mundaq deydi. Faqat 2 qatim kurashganda hech qanday paranglashlarda erkinlik yo'qligi. Soqchi nazorat soqchi bormi yo'qmi endi uqmayman, lekin dadisining shu chog'da gapi uyg'urcha bo'lsa-mu, gapining mazmuni xitoycha ekanligi, ya'ni dadisining uni sukut qilishga va Xitoy davlatini himoya qilishga chaqirganligini eskartgan. Shu gaplarning mazmunidan, andan badan tillaridan garchi xitoychalashgan bo'lmasmi, uyg'urcha gap qilayotgan bo'lsakmi, lekin hech qanday bir erkinlikni his qilmadim. Bir xil shu vaqtda qattiq qo'rqinishni, uyg'urlarning qo'rqinishni. Tahir Mutallib Qayri oradan 4 yil o'tganda vaziyatning yanada keskinlashganligi, mahbuslar qarta qiyin qistaqning yana bir balda kuchayganligini ilgari surdi. Uyg'ur tilining ma'rif cheklanishi, oliy ma'rif cheklanishi hozir endi butun ijtimoiy aloqada hamma narsada shunaqa qilib sirtqi odamlarni shunaqa bo'ysundirib Uyg'ur tilini yo'qotish, umumyuzlik yo'qotishga yo'qotish darajasida yo'qotish salmoqini intayin kuchaytirib shunaqa qilayotganligini tushuntirdi. Yevropadagi mazkur muhojiratga boshqa yurtdoshlarining mahbus tuqqanlarning ekranda Xitoycha gap qilganligi haqida xabar olganligini eskartdi. Men burun bir anglagandim Turkiyadagilardan turmuchidan Tishandikilar bilan ko'rishtirsa, turmuchidagilar Xitoycha gap qiladigan, Uyg'urcha gap qilgan o'qimadim desam, Xitoycha gap qiladigan deb ashta deb anglagandim. Shu videoni ko'rsam, shu ana Tishandikilar Uyg'urcha gap qildi, ichidagilar shu Xitoycha gap qo'yibdi shu.
Uyg'ur tili qarta hujumning navbatdagi irqiy qirg'inchilikning bir sahnasi ekanligini eskartgan Tahir Mutallib Qoyiri bu hujum sahnasini Xitoy davlat raisi Shi Jinpingning o'tgan hafta ilib borgan Uyg'ur ayni ziyoratida ko'rib olgani bo'lganligini ta'kidlaydi. Maqatim mavo Xi Jinping bağandımı mesela sözleyen Şinjan Üniversitesi uyabelik bağaların hemmisi de Uygurca uzunku yok. Fakat Şinjan Üniversitesi sözlegende Şinjan Üniversitesi degen gep intan kiçiklam şulam gep baki anda Qaganlık Marksizm İnstitutu degen geplerin hemmisi şu Hanzo tilda. Uyghur tilida hech qanaqa narsa yo'q ki. Bunun qaraganda şu til Uyghur tilini hozir butunlaylik ommaviy so'rovlar degan hukumat rollaridan chiqarib, anda shaxsiy aloqadami shuna qilishga boshlagan. Amerikada yashayotgan bir muhojir ta'minlagan ovoz xotirasidan ma'lum bo'lishicha, Urumchida yashayotgan bir onami turmadagi o'g'li bilan tarjimon vositasi bilan so'zlashgan. Shu bilan ko'rishtirgan o'rinlashtiribdiki, bizim ko'nmagan emasmi? Ketgandan beri shu sizlarni beringlar deb oqshom shuna degan. Şattigen şeye berip saat 8'lerde görüştürdü. Ekranda gördük. Uygurca gap qilishga bo'lmaydi ki. Xansuchi gap qildi. Mayaqdim. Hem biz Xansuchi gap qilibdi. Men onki biz seni seg'inib ketdik bolam. Hammamiz seg'inib ketdik seni. Tuqqanlarning hammasi seni seg'indi. Hammasini salom. Hammasini sana salomlar var bolam. Salomat bo'lgin. Boshla degandim. Shuni Xansuchi deb dedi. Reslerim çoğup kaldınlar, üzerler, ayağınlar, üzerler, basıranlar ve yaştırıvatmadım. O gibini bizge tercüme kıp dediğim anda davatudu. Başına kılıp bunu ki, oldu ki yine cümlet başta kebis. Başına görüşüp şu hazır şeyden gelip yarım saat oldu mu? Şolda gittim. Umu oğlunun Xitoycha tazim qilib, oqiga dojibotgan ko'rinishni xili mezgilgacha xiyolidan, ya'ni ko'z oldidan ketkizolmagan. Şu göz aldımda durup şu oğlum. Xitoyning mahbuslarni oilasi bilan Xitoycha so'zlatish va Xitoycha ta'zim qildirishini irqiy qirg'inchilikning yuqori bir pallasi deb ta'riflagan. Şeylerden salamlaştık mesela beden tili qatarlıqlarını şu Xitoylarning an'anasi bo'yicha qilishga boshlagan bo'lsa, Uyg'urlarni lagerning ichida emas, sirtda umumyuzlik madaniyatni osmon qilib majburiy usulda saqchilarning davlat zo'ravonlik ostida shunaqa yo'l qo'yib o'xshaydi. Bu intayinlik irqiy qirg'inchilikning yuqori pallasi bo'ldi, chunki bu bekalik asabiylik bu. Çünkü bir milletning 1400 yillik yozma madaniyati va kültürü va bir milletning bundaq vahshiy usullarga yo'qqa o'tish bu intayin o'ktamlik, bu qonunsizlik ham insoniyatning bu 21 asrdagi insoniyatningki insonlarningki har qaysi millatlarning barobar bo'lish, o'rtaq taraqqiy qilish shunday insonparvarlik ideyasiga tushmaydi. Bu mana shunday qo'ylayman. Ilgirki aniqlashtirimizda tutqunlarning lager va turmalarda tinimsiz savol so'roq va qiyin qistoqlarni boshdan kechirayotganligi, yotoq, tamoq va tozalik ishlaridagi qiyinchiliklari va bir qismlarning og'ir emgak silinayotganligi ma'lum bo'lgan. Yuqorqi inkaslarda tutqunlar uchrayotgan bu xo'rliqlar orasiga ota-onasi bilan ona tilida so'zlasholmaslik, e'tiqodi va urf-odatiga yot usulda harakat qilishga zo'rilanishning qitilganligi ma'lum bo'lmoqda.